Assalomu alaykum bizni qadrli tomoshabinlar. Ko'pchilik kutgan Haqalto'dagi mini kultivatsiya palatlarimiz yetib keldi. Endi bular qisqacha ma'lumotlarni berib o'taman. Men barcha turgan mini kultivatsiya palatimiz. Yoqilg'i benzin baklari bayanlikda dam ishlangan. Benzinga mana shunday turdagi moylar qo'shiladi. Zavodnoyda yangi tortqida o't olib sizlarga zo'rlab beradi. Filtrlar bor. Bak sizlarga yordam beruvchi benzin quyib moyni aralashtirgan idishlar va vangalar va kulishlar hamda mana shunday turdagi agentlar ham bor. Frezalarga e'tibor beramiz. Frezalar ikki qator bo'lib qalin pichoqlardan ishlangan bo'ladi. Mana shu agat komplektlarga qo'shib beriladi. Ikkinchida turgan mini kultivatsiya aparatimiz esa yoqilg'i benzin baklari 5 litr bo'lib ishlangan. Mazlini filtrlarda ishlangan. Bu mini kultivatsiya aparatimiz ham zavodnoyda yanda tortqida zavod olib ishlab beradi sizlarga. Endi bir e'tibor beramiz. Bu mini kultivatsiya aparatimizni qo'lda bemalol olib ishlatishingiz, o'zingizga moslab ishlatishingiz mumkin. Bu mini kultivatsiya aparatimizda ham mana shunday turdagi o'zini zavodchika qalin listda ishlangan agentlar qo'shib beriladi. Sizlarga mana shunday turdagi zavod olganiga mana shu turdagi narsalar sizlarga yordam beradi. Pichoqlar sizlarga 20 santimetrdan katta bo'lgan pichoq qalin nimalar ishlanadi. Sizlar bemalol yordam beraman xohlagan agentlar orasida ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Endilikda katni mini kultivatsiya aparatimiz. Bunisi yoqilg'i benzin baklari bayanlikda ishlangan motorga alohida moy quyiladi. Bu mini kultivatsiya aparatimiz ham zavodnoyda yarda tortqida zavod olib sizlarga ishlab beradi. Filtrlar buni ham yo'llarda bo'lib ishlangan sizlar. Buni ham bemalol o'zlaringizga moslab ishlatishingiz mumkin. Aytib o'tamiz, sizlarga aytilayotgan shartlar bajarsanlar, kelganlarida shu aytilayotgan narxlardan sizlarga oz-moz tushirib beramiz. Endi shartlarni sanashib o'tirgan bo'lsak, bu videoga like bosamiz, kommentariyaga omad deb yozib, videoni o'tkazib olmaslik, bundan keyin video o'tkazib olmaslik uchun obuna tugmasini ezib qo'yamiz. Xayr kelar jonlaringiz sog' bo'lsin. Pastki nomerlarga telefon qilib bemalol bog'lanishingiz mumkin.